Jek London. Oq so'yloq. Birinchi qism, birinchi bob. O'lja ortidan. Muzlagan daryoning ikkala qirg'og'i bo'ylab cho'zilib ketgan o'rmon yuraklarga qo'rquv solgudek vahimali ko'rinardi. Hali zamon ko'tarilgan shamol qora qarag'aylar shoxiga ingan qor choyshabini yulqib o'tgan, endi bu shumshuk daraxtlar yaqinlashib kelayotgan oqshom qo'ynida bir-biriga chirmashib olgan. Borliq o'lik bir sukunat og'ushida junchikib turardi. Qilt etgan hayot nishoni sezilmayotgan bu o'lka shunchalar ayozli va shunchalar kimsasiz ediki, bu daryo va qora qarag'ayzor o'rmon uzra charx urayotgan motam saro. Dardchil ruh odamzod yuragiga vahm solishga qodir emasdi. Zero undan 100 karra dahshatliroq sfinks tabassumidek mudhish bamisli mana shu ayoz ma'shum tomirlarda oqayotgan qonni muzlatib qo'yishga qurbli unsiz qahqaha yangrayotgandek edi. Bu jamiki tiriklikning, hayot-mamot uchun kurashning puch va besamarligini idrok etuvchi azaliy zakovat kulgusi edi. Negiz-negizigacha muz qotgan, odam oyog'i yetmas shimol o'lkasining qismatigacha shunday edi. Lekin shunga qaramay bu qismatga bo'ysunishni istamagan bir nima o'zidan ogoh etib harakat qilayotgani ko'zga chalindi. Chanaga qo'shilgan itlar karvoni muzlagan daryodan o'tib bormoqda. Itlarning hurpaygan junlarini qirov bosgan tumshuqlaridan o'rlayotgan bu havoda muzlar va shisha kukunidek junlariga yopishardi. Itlarga afzal urilgan, afzalga ulangan charm qayishlar orqadan sudralib kelayotgan chanalarga bog'langan edi. Temir o'rniga ostki qismiga qalin qayish po'stlog'i o'rnatilgan chanalar qorga botmasdi. Yo'l po'lda uchrab turuvchi qor uyumlariga botib qolmasligi uchun chananing tumshug'i yuqoriga qayiltirib qo'yilgan edi. Chanaga ensiz uzun yashik chandib bog'langan edi. Yana boshqa buyumlar, kiyim-kechak, bolta, qahva qaynatish uchun qumg'on, tova ham bor edi. Biroq eng avvalo chananing yarmidan ziyodini egallagan yashik ko'zga tashlanardi. Itlar karvonining oldida oyog'iga serbar chang'i bog'langan odam zo'rg'a yurib borardi. Ikkinchisi esa orqada chanalarning ortidan kelardi. Chanadagi yashikda esa bularning hamrohi yotar. U dunyo tashvishlaridan qutulgan. Zero shimol o'lkasi uni zabun qilgan. Hayot shamini so'ndirgan. Oqibatda u harakat qilish va kurashdan butunlay mosuvo bo'lgan edi. Bu yerlarga Xudoning qarg'ishi uchraganlar kelardi xolos. Shimol o'lkasi hayotning ashaddiy dushmanidir. Chunki hayot harakat degani. Shimol o'lkasi esa nimaiki harakat qilsa, uni to'xtatishga urinardi. Uning nafasidan dengiz sari oqib borayotgan daryolar muzlaydi. Zero u bu suvlarning dengizga borib quyilishini istamaydi. U daraxtlar tanasidagi tiriklik suvini so'rib oladi. Pirovardida azim daraxt qattiq sovuq zabtidan toshdek qotadi. Biroq inson irodasini, matonati va g'ayratini bukishga shimol o'lkasining mislsiz beshafqatligi va qahr g'azabi ayniqsa ko'proq sezilardi. Buning yagona sababi inson tabiatan dunyoda mavjud bo'lgan jonivorlarning eng isyonkori. U hamisha uning izmu ixtiyoriga qarshi bosh ko'taradi. Holbuki shimol tabiatining xohish istagi bo'yicha har qanday harakat oxir oqibat to'xtashi shart. Shunga qaramay, chananing orqa va old tomonida hali hayotdan rizqu nasibasi uzilmagan ikki nafar dovyurak va bo'ysunmas odam odimlab ketmoqda edi. Ularning ikkovi ham pacha po'stinga o'ralib olishgandi.
Nafas olganlarida og'iz burunlaridan chiqayotgan bug' bir nafasda muzga aylanib, aft basharalarini qoplagandan kipriklari-yu yanoqlari lablarigacha ko'rinmay ketgandi. Ular narigi dunyodan kelib, arvohlarni dafn etmoqchi bo'layotgan allaqanday shaffof niqobli go'rkovlarga o'xshardi. Biroq u kimsalar orzu-umidlari yo'lida bor kuch-quvvatlarini sarf etish hamda noma'lum bepoyon koinot sari huvillagan mutlaqo begona olamga, kulfatlaru atoqsiz qiyinchiliklar makoniga qadam ranjida qilgan insonlar edi. Ular churq etmay ilgarilab borishardi. Chor atrofni shunaqangi quyuq sukunat qoplagan ediki, uni bamisli qo'l bilan paypaslab ko'rish mumkindek tuyulardi. Dengiz tubida g'avvos vujudini suv qanchalar qiynasa, odamzodning aqli hushiga bu sukunat shunchalar azob berardi. U o'z qobiliyatining daxlsizligi va aql bovar qilmas darajada cheksiz chegarasizligi bilan odamzod shuurining pinhoniy qatlamiga kirib borar va xuddi siqilgan anordek u borlig'i, tabiatdagi qalbaki o'ziga ortiqcha bino qo'yishdek noma'lum xususiyatlarni so'rib olar. Shu tariqa zaif va nochor hol jonlarini ayashdan boshqasiga yaramaydigan chivindan-da farqlari yo'qligini uqtirmoqchi bo'lardi. Oradan 2 soatcha vaqt o'tdi. Bir tutun kun tugab borliq uzra g'ira-shira oqshom cho'kayotgan mahal zaifgina uvillagan ovoz taraldi. Bu nola keskin ravishda kuchayib borib, avj pardalarga chiqqanda xiyla vaqt zorlanib turdi-da, so'ng asta-sekin sukunat bag'riga singib ketdi. Agar bu ovoz zamirida vahshiyona g'azab va ochlik azoblari yangramaganda edi, kimningdir ruhi arvohi chorlayapti deya o'ylash mumkin edi. Chananing old tomonida borayotgan kimsa dafatan to'xtab o'girildi-da, orqa tarafda kalolanib kelayotgan hamrohiga qaradi. Ular bir-biriga bosh irg'ab qo'yishdi. Xiyol o'tmay yana boyagi nola yangradi. Ikkovi tovushning qaysi tarafdan kelayotganini aniqlash uchun vujudi quloq bo'lib tinglab turishdi. Ovoz hozirgina ular o'tib kelgan qorli sayhonlikdan kelardi. Zum o'tmay bunga javoban yana o'sha tomondan faqat xiyol so'lroqdan cho'ziq uvillash eshitildi. Ana xolos. Ular bizni izma-iz quvib kelishyaptimi deyman, Bill? Dedi oldinda borayotgan uning ovozi g'ayritabiiy ravishda xirillab chiqdi. U arang gapirayotganga o'xshardi. Ular och bo'lsa kerak, deb javob qildi sherigi. 3 kundan oshdi, loaqal bitta quyonning izini ko'rmadim. Yo'lovchilar orqa tomondan dam-badam yangrayotgan uvillashni eshitmay qolishdan cho'chigandek butun vujudlari quloqqa aylanib jim qolishdi. Qosh qorayishi bilanoq ular itlarini qirg'oqdagi qora qarag'ayzor tomonga haydab dam olgani to'xtadi. Chanadan tushirilgan tobut ular uchun ham stol, ham kursi vazifasini o'tardi. Gulxanning narigi tomonida g'uj bo'lib olgan itlar irillashar, tishlashar, lekin birortasi qop-qora o'rmon tomonga qochib qolishni xayoliga keltirmasdi. Nima balo, Gulxanni yonidan ketmay qolishdi, dedi Bill. Bir bo'lak muz solingan qumg'onni qo'yish uchun Gulxan yonida cho'kkalagan Genri indamay bosh irg'adi. U tobutda o'tirib ovqat yeyishga tutingandan keyingina gapga tushdi. Jon shirinda, baloni bilishadi. Bu yerda ularni boqishsa, u yoqda biron yirtqichga yem bo'lishlariga aqllari yetadi. Itlarni laqillatib bo'lsan. Bill bosh chayqadi. Kim biladi deysan? Sherigi unga qiziqsinib qaradi. Ularning farosatidan gumonsirashingni endi eshitishim. Genri, dedi Bill shoshilmay loviya chaynarkan. Itlarga baliq berayotganimda bir-birini g'aji-gudek bo'lishganini sezmadingmi? Darvoqe, doimgidan ko'proq to'polon qilishdi. Bilasan-a, itimiz nechta, Genri? 6 ta. Xo'p,
Bil gapini davom ettirish uchun nafasini rostladi. Menimcha ham 6ta, shuning uchun xaltadan 6ta baliq oldim. Har biriga bittadan ulashdim. Bittasiga yetmadi, Genri. Demak, hisobdan adashgansan. Itlarimiz 6ta. Bil uning gapiga e'tibor bermay yana takrorladi. Men 6ta baliq oldim. Chinoqqa yetmadi. Tog'dan yana bitta baliq olishimga to'g'ri keldi. Baribir nima deysang deyaver, lekin 6ta itimiz bor, deb so'zda turib oldi Genri. Genri, deya davom etdi Bil. Men hammasi itlar deyotganim yo'q, ammo 7ta baliq ulashganim aniq. Genri gulxan o'sha itlarga qaradi-da bittalab sanab chiqdi. Ana, 6ta-ku, dedi u. 7-si qochib ketdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim, dedi qat'iyat bilan Bil. Hozirgina 7ta edi. Genri unga achinibgina qaradi-da xo'rsinib qo'ydi. Omon eson yetib olaylikda ishqilib. Bu bilan nima demoqchisan? Demoqchimanki, tobutning kasri urib senga jin tegdi shekilli. Ko'zingga har balo ko'rinyapti. Men ham shunaqamikin deb o'ylovdim, dedi Bil jiddiy ohangda. U qochib ketgan zahoti qordagi izlarga qaradim. Keyin itlarni sanadim. 6ta chiqdi. Ishonmasang, anavi yerda izlari bor. Yur ko'rsataman. Genri indamasdan kavshanaverdi. Nari-beri loviyasini yeb tugatgach, qaynoq qahva ichdi va lablarini artgan bo'lib og'iz juftladi. Bundan chiqdi, seningcha bu? Cho'ziq hazin uvillash yangradi-yu, uning gapi og'zida qoldi. Genri jimgina quloq solib turdi. So'ng qorong'ulik tomon shahodat barmog'i bilan ishora qilib gapini tugatdi. Bu mehmon naryoqdan tashrif buyurgan, shundaymi? Bil bosh irg'adi. O'lasanmi, qolasanmi, bor gap shu. O'zing eshitding itlarning dodvoyini. Uvillashlar tez-tez eshitila boshladi. Bunga javob tariqasida chillashlar uzoq-uzoqdan eshitilardi. Oxiri hamma yoqni dodvoy tutib ketdi. Bu mudhish ovozlar 4 tarafdan keladi. O'takalari yorilgan itlar shunchalik gulxanga yaqin kelib qolishdiki, sal bo'lmasa jullari kuyib jizg'anak bo'lishardi. Bil quruq shoxchani o't oldirib trubka tutatdi. "Namuncha siqilyapsan", dedi Genri. "Genri", dedi Bil o'ychan ohangda. "To'g'risini aytsam, bizga qaraganda mana uning omadi bor ekan." Bil shunday deya turib, o'zlari o'tirgan tobutni chertib qo'ydi. Agar ajalimiz yetsa, jasadimizni itlar g'ijimasligi uchun bir uyum tosh bilan bo'lsa ham ko'mib qo'yadigan birorta insofli odam topilarmikin? Qayoqda? Ikkovimizning na qarindosh urug'imiz, na pulimiz bo'lmasa, deya xo'rsindi Genri. Shundan shunga olib borib dafn etishga kimning ko'zi uchib turibdi deysan? Men bir narsaga hayron bo'laman, Genri. O'z yurtida lord bo'lgan yoki manaviga o'xshab yegani oldida, yemagani ortida bo'lgan odamga Xudo qarg'agan yerlarda pishirib qo'yibdimi? Shuni aytsangchi, tinchgina uyida o'tirsa-ku, keksalik gashtini surardi, deya uning gapini quvvatladi Genri. Bil bir nima demoqchi bo'ldi-yu, lekin gapi og'zida qoldi. Buning o'rniga qorong'ilikda ishora qildi. Zulmat qo'ynida biron shakl shamoyilni ajratib bo'lmasdi. Faqat cho'g'dek yonayotgan bir juft ko'zlar ko'rinadi. Genri ikkinchi, uchinchi ko'zlarini ko'rsatdi. Pirillab yonayotgan ko'zlar halqadek qarorgohni o'rab kelardi. Dam-badam juft ko'zlar o'rin almashtirar yoki chiroqdek lip etib o'chardi-da, bir necha soniyadan so'ng yana paydo bo'lardi. Tobora bezovtaligi oshayotgan itlar tuyqus qo'rqqanlaridan gulxan yoniga odamlarning oyog'i orasiga suqilishdi. Tiqilinchda itlardan biri gulxanga yiqildi-yu, jon achchig'ida angillab yubordi. Havoda kuygan jun isi anqadi. Yonayotgan ko'zlar bir daqiqa ortga chekinishdi, lekin itlar tinchigan zahoti yana avvalgi joylariga kelib olishdi.
Aksiga olib o'qlarning ozligini qara. Bil trubkasini chekib bo'lib, kechki ovqatdan avval keltirib qo'yilgan qarag'ay shoxlari ustiga jun to'shak bilan choyshab solishga sherigiga ko'maklashdi. Genri tomoq qirib mahsisini yechishga tutindi. O'qlaring qancha qolgan? Deb so'radi u. Atigi 3ta, dedi Bil. 300 ta bo'lganda dodini berardim bu kasofatlarni. U porillab yonayotgan ko'zlar tomon musht do'laytirdi-da, mahsisini Gulxanga yaqinroq surib. Bu deyman, sovuq rosa jonga tegdi-ku, a? Qachon tugarkin? Gapni davom ettirdi Bil. 2 hafta bo'ldi, 50 dan tushmaydi. Qaydanam shu safarga chiqdim. O'lay agar biror yaxshilik chiqmaydi. Biroz behuzur bo'lyapman, Genri. Tezroq borib olsak, hammasi o'tardi ketardi. Hozir Margaret fortida devor o'choq yonida kribbej o'ynab o'tirgan bo'lardik. Genri yana bir nimalar deb to'ng'illagan bo'ldi-da, yotishga hozirlik ko'ra boshladi. Endi ko'zi ilinay deganda Bil uni uyg'otdi. Meni nima xavotirga solayotganini aytaymi, Genri? Nima sababdan itlar anavi baliqxo'r kelganiga tashlanishmaydi ekan? Juda vahmachi bo'lib qolibsan, Bil, dedi Genri uyqusirab. Ilgari bunaqa emasding. Ko'p ajramasdan yotib damingni ol. Bir uxlab tursang hammasi esingdan chiqib ketadi. Jig'ildoning qaynayapti. Shunga betoqat bo'lyapsan shekilli. Ikkovi bir choyshabni ustilariga yopib uyquga ketishdi. Gulxan o'cha boshladi. Qarorgohni o'rab olgan cho'g'dek ko'zlar tobora yaqinlashardi. Bitta yarimta juft ko'zlar haddan ziyod yaqinlashsa, itlar bir-biriga suykalar tahdidona irillashar edi. Bu safar shunaqangi qattiq irillashdiki, Bil uyg'onib ketdi. U sherigini uyg'otib yubormaslik uchun choyshab tagidan ohista sirg'alib chiqdi-da, Gulxanga shox shabba tashladi. Olov gurullab yona boshladi-yu, ko'zlar halqasi chekindi. Bil g'uj bo'lib yotgan itlarga nazar soldi. Keyin ko'zlarini ishqab diqqat bilan tikildi. So'ng yana o'rniga yotdi. Genri, deb chaqirdi u sherigini. Genri. Genri ko'zlarini ochgisi kelmay g'ingshidi. Nima bo'ldi? Hech nima, dedi Bil. Faqat ular yana 7 ta bo'lib qolishdi. Hozirgina sanadim. Bunga javoban Genri po'ng'illab qo'ydi-da, o'sha zahoti uyquga ketdi. Zum o'tmay uning xurragi eshitildi. Ertalab Genri barvaqt sherigini uyg'otdi. Soat 6 ga yaqinlashib qolgan bo'lsa ham, kun yorishiga hali 3 soatcha vaqt bor edi. Genri qorong'ida timirskilanib nonushta hozirlashga tutindi. Bil esa o'rin to'shakni yig'ishtirib, buyumlarni chanaga orta boshladi. Menga qara, Genri, nechta itimiz bor deganding? Deb so'radi u kutilmaganda. 6 ta. Bekorlarni aytibsan, dedi balanddan kelib Bil. Yana 7 ta bo'lib qoldimi? Deb so'radi Genri. Yo'q, 5 ta bo'pti. Bittasi gum bo'lgan. Obbolonati, deya o'shqirdi Genri va naridan beri tayyorlangan narsalarni tashlab itlarni sanashga tushdi. Rostdan ham 5 ta bo'lib qopti, Bil, dedi u birozdan so'ng. Fetti qochibdi. Juftnakni shunday rostlatdiki, sezmay qolibmiz. Endi dumini tutqazib bo'pti. Qidirishdan foyda yo'q, dedi bunga javoban Genri. Yamlamay yutib yuborishgan. Bu vahshiylar xomtalash qilayotganda angillashga ulgurmagan bo'lsa kerak. Fetti azaldan laqma it edi, dedi Bil. Hayronman. Eng laqma it ham o'z oyog'i bilan ajal og'ziga bormasdi. Genri qolgan itlarga nazar solib, o'zicha har birining nimaga qodirligini chamalagan bo'ldi. Mana bular sezgirroq, unaqa hunar ko'rsatishmaydi. Ularni Gulxan yonida kaltak bilan ham haydolmaysan, deya ma'qulladi Bil. Men hamisha Fettining esi joyida emas deb hisoblaganman. Bu Shimol o'lkasida nobud bo'lgan itga qarata aytilgan vidolashuv so'zi. Zotan bu nafaqat nobud bo'lgan itlar, balki odamlar sha'niga
bildirilgan ta'ziyalardan zarracha farq qilmasdi. Ikkinchi bob. Urg'ochi bo'ri. Nonushta qilib bo'lgach, arzimagan lash-lushlarni chanaga ortishdi-da, hali atrof qorong'i bo'lishiga qaramay Genri bilan Bill issiqqina gulxanni tashlab ketishdi. Ular endigina yo'lga tushganlarida hazin uvillash eshitildi. Zulmat va ayoz aro to'rt tomondan kelardi bu mash'um ovoz. Yo'lovchilar jimgina borishardi. Soat 9 da tong otdi. Choshgoh payti osmonning janubiy qismi biroz qizardi. Ammo bu qizg'ish shu'la ko'p o'tmay sham yangliq so'ndi. Soat 3largacha kun g'ira-shira yorishib turdi-da, so'ng huvillagan o'lkaga yana zimziyo tun cho'kdi. Yo'lovchilarni chor atrofdan ta'qib etayotgan uvillash qorong'i tushdi deguncha yaqinroqdan eshitila boshladi. O'qtin bu tovush shunday yaqin kelib qolardiki, itlarning quti o'chib, talvasa ichida o'zlarini u yoqdan bu yoqqa otardilar. Bir gal mana shunday talvasaga tushishlaridan so'ng Bill bilan Genri itlarni tinchitgach, Bill, bu kasofatlar biron o'lja uchrab bizni tinch qo'yishsa yaxshi bo'lardi, dedi. Nimasini aytasan, ularning tovushini eshitishga kim zor deysan, deya ma'qulladi Genri. Shu ketgancha anchagacha churq etishmadi. Navbatdagi qarorgohda to'xtab, Genri endi loviya qaynatish uchun dekchaga muz parchalari solayotganda to'satdan orqa tomondan bir nimaning qars etgani, so'ng ketma-ket Billning qichqirgani va itlarning qattiq angillashi eshitildi. Bu qaddini rostlab o'girilib qaradi-yu, qorda sakrab-sakrab kelayotgan allaqanday yirtqich sharpasiga ko'zi tushdi. So'ngra bir qo'lida kaltak, ikkinchisida dudlangan yarimta baliq nima qilarini bilmay itlar orasida turgan Billga qaradi. Kasofat baribir yarimini olib qochdi, deya qichqirdi Bill. Lekin rosa adabini yedi. Angillaganni eshitdingmi? Nima ekan u? Deb so'radi Genri. Yaxshi ko'ra olmadim. Ko'rinishidan itga o'xshaydi. Qo'lga o'rgatilgan bo'ri emasmish qilib. Bo'rimi, go'rmi, nima bo'lgan taqdirda ham qo'lga o'rgatilgan. Aks holda odamning qo'lidan baliq olmasdi. O'sha kuni kechasi ovqatlanib bo'lgach, trubka chekib o'tirishganida cho'g'dek porlagan ko'zlar davrasi yana ham toraydi. Yo'lda biron bug'u to'dasiga duch kelib qolishsa, zap ish bo'lardi-da, dedi Bill. Qutilardek bu kasofatlarda. Sherigi norozi ohangda bir nimalar deb to'ng'illadi. So'ng Genri olovga, Bill esa zim-ziyo tun qo'ynida yal-yal yonayotgan ko'zlarga tikilib 20 daqiqacha jimgina o'tirishdi. Qaniydi hozir g'ir etib Margeriga borib qolsang. Bill yana zorlana boshlagan edi. Genri tutoqib ketdi. Qaniydi deb ming'illayverasanmi? Bo'ldi-da, zardan qaynayapti seni. Shuning uchun ming qilasan. Soda ichib yubor, o'zing ham yengil tortasan, meni ham qulog'im tinchiydi. Ertalab Genri xunobi oshib so'kinayotgan sherigining ovozidan uyg'onib ketdi. Tirsaklanib qarasa, Bill o'chayotgan gulxon yonida itlar orasida turar va g'azabdan ko'karib hadeb qo'llarini silkitardi. "O!" deb baqirdi Genri. "Nima bo'ldi?" "Frog qochibdi", deb javob berdi Bill. "Yo'g'e, bo'lishi mumkin emas." "Nega ishonmaysan? Qochibdi deyapman-ku." Genri shosha-pisha o'rnidan turib o'sha yoqqa yugurdi. U itlarni bir boshdan sanab chiqdi. Billga qo'shib yana bitta itdan mahrum qilgan bu bexosiyat o'lkani la'natlashga tushdi. "Frog itlarning eng zo'ri edi", dedi afsuslanib Bill. "Yer tagida ilon qimirlasa bilardi-ya", dedi Genri ham bosh chayqab. Keyingi 2 kun ichida yana bir vidolashuv so'zi shu bilan tugadi. Nonushta ularning yuraklariga sig'madi. Nari-beri ul-bul yeb olgach, qolgan 4 ta itni chanaga qo'shib yo'lga tushdilar. Bugungi kunning kechagidan farqi yo'q edi. Yo'lovchilar qor bosgan kimsasiz bepoyondan jimgina borishar,
borliq sukunatini odamlarni izma-iz quvib kelayotgan bo'rilarning noxush uvillashlari buzardi xolos. Qosh qorayib, kutilganidek bo'rilar to'dasi judayam yaqinlashganda uvillash deyarli yonginalaridan eshitildi. Itlar yo'lovchilarning battar yuragini siqib, qo'rquvdan titrab qaqshar, o'zlarini u yoqdan bu yoqqa otib, qayishlarni chuvatishardi. Qani ko'ramiz, betamiz maxluqlar, endi ham qochib ko'rlaringchi, dedi Bill mamnun ohangda navbatdagi dam olishga to'xtaganlarida. Yegulik hozirlayotgan Genri ishini qo'yib, uning yoniga keldi. Bill hinduchasiga qilib itlarning bo'ynidan chillak o'tkazib bog'lab qo'ygan edi. Har bir itning bo'yniga charm sirtmoq solib, sirtmoq tagidan yo'g'on uzun tayoq o'tkazib, tayoqning ikkinchi uchini yerga qoqilgan qoziqqa qayish bilan tang'ib bog'lagan edi. Bu ahvol itlar bo'yinbog'larini g'ajiyolmas, tayoq esa qoziqqa bog'langan qayishni ham chaynab uzishlariga yo'l qo'ymas edi. Genri ma'qullab bosh irg'adi. Chinoqni faqat shu yo'l bilan ushlab turish mumkin. Qayishni g'ajib uzish uchun hech gap emas. Xuddi pichoq bilan kesgandek shartta uzib tashlashadi. Bu ahvolda ertalabgacha birortasi qayishni uzolmaydi. Uzib bo'pti, dedi Bill. Agar bittasi yechilib ketsa, ertaga qahva ichmaganim bo'lsin. Anavilar adabini berib qo'yishga hech vaqomiz yo'qligini bilishadi, dedi yotishga hozirlanayotgan Genri. Qarorgohning bir aylana o'rab olgan yonar ko'zlarini ko'rsatib, bir ikki gumburlatsak bormi? Haddilaridan bunchalik oshmasdilar. Indamagan sari qara yaqindan kelib olishganini. Ha deb olovga tikilavermay, anavi yoqqa bir qarasangchi, qalay? Hov, anavini ko'rdingmi? Ikkovi gulxon ortida g'imirlayotgan g'ira-shira sharpalarni sinchiklovlik bilan kuzata boshladilar. Darhaqiqat qorong'ulik qo'ynida yarqirayotgan bir juft ko'zlar tomonga diqqat bilan tikilgan odam yirtqich bo'rilar shamoyilini ilg'ashi mumkin edi. Itlar orasida ko'tarilgan shovqinni eshitib, Genri bilan Bill o'sha tomonga yuzlanishdi. Chinoq betoqat bo'lib angillar va bog'lab qo'yilganiga qaramay, dam qorong'ulik sari talpinar, dam ortiqcha chekinib quturgandek tayoqni g'ajishga tushardilar. Bill, qara, deya shivirladi Genri. Gulxan yoniga ko'rinishdan itga o'xshash bir yirtqich pusib yaqinlashardi. U hadiksirab, shu bilan birga odamlardan sulloqlarcha ko'zini uzmay itlarga yaqinlashdi. Chinoq arqonni siltab tortgancha begona hayvonga talpinardi. Hech ilojini topolmagach, alamiga chidolmay uvillab yubordi. Bu tasqara zig'ircha ham qo'rqmayapti, shekilli, deya shivirladi Bill. Urg'ochi bo'ri-ku, dedi unga javoban Genri. Endi bildim Fetti bilan Frogga nima bo'lganini. Bo'rilar itlarni shamg'alat qilish uchun buni yubordilar. U esa itlardan birortasini aldab chekkaroqqa olib o'tadi-yu, qolgani bo'rilarga havola. Olovda nimadir chirsilladi. Otilib qorga tushgan bir parcha cho'g' vishillab qo'shdi. Qo'rqib ketgan yirtqich bir sakrab qorong'ulikka singib ketdi. Bilasanmi, Genri, ko'nglimga nima keldi, dedi Bill. Nima? Bu o'sha men palyon bilan urgan maxluq bo'lishi mumkin, deb javob berdi Genri. Men demoqchimanki, gapini davom ettirdi Bill. U gulxanga o'rgangan ko'rinadi. Buning tagida gap bor. U narigidan ko'proq narsani biladiganga o'xshaydi, dedi Billning gapini tasdiqlab Genri. Uncha-muncha bo'ri itlarning ovqatiga sherik bo'lolmaydi. Juda makkor, tajribaliga o'xshaydi. Bir zamonlar qariya Vellining iti bo'lardi. O'sha it bo'rilarga qo'shilib qochib ketgan, deya o'ychan ohangda gap boshladi Bill. Men o'sha itni juda yaxshi bilardim. Uni bug'ular
o'tlagani keladigan yaylovga kelganda bo'rilar to'dasi orasida Little Stick'da o'zim otib o'ldirganman. Bechora Villen yosh bolaga o'xshab ho'ng-ho'ng yig'lagan edi. Ko'rmaganiga 3 yil bo'lgan ekan. O'ziyam demak, it 3 yil bo'rilar bilan yashagan. Bu bo'ri emas, it ekani aniq. Uning ilgari ham odamzod qo'lidan baliq yeb yurgani shak shubhasiz. Bil, to'g'ri aytyapsan. Basharti nasib qilsa otaman. Ana unda na bo'ri, na itlik qoladi. Oddiy o'laksaga aylanadi, dedi Bil. Bo'lar endi, shuncha itdan mahrum bo'lganimiz. Atigi 3 ta patroning bor-ku, dedi ensasi qotib Genri. Bexato otsan, shuning o'zi kifoya, dedi Bil. Ertalab Genri barvaqt turib gulxanni gurillatib yubordi-da, nonushta hozirlashga kirishdi. Keyin xurrak otayotgan sherigini uyg'otdi. Yetar shuncha uxlaganing, dedi u Bilni turtdi. Uxlashini qaranglar, uyg'otishga ko'z qiymaydi-ya. Bil ko'zini ochar-ochmas ovqatlanishga tushdi. Kurushkasi bo'shligini ko'rib qumg'onga cho'zildi. Ammo qo'li yetmadi. Qumg'on ancha narida, Genrining yonida edi. Mana, menga qara Genri, dedi u ginaxonlik bilan. Hech narsa esingdan chiqmadimi? Genri yonveriga ko'z yugurtirib chiqdi-da, bosh chayqadi. Bil unga bo'sh kurushkani uzatdi. Senga qahva yo'q, dedi bamayli xotir Genri. Nega? Tamom bo'ptimi? Yo'q, tamom bo'lmagan. Oshqozoni ishdan chiqadi deb qo'rqayapsanmi? Yo'q, qo'rqayotganim yo'q. Bilning achchig'i chiqib, qip-qizarib ketdi. Yuragimni siqmay tushuntirib gapir, nima bo'ldi? Spenker qochibdi, dedi Genri. Bil bosgan undek bo'shashib o'tirgan yerida o'girilib itlarni sanadi. Nima bo'lganikin? Deb so'radi u tarozi qo'ltig'idan tushib. Genri yelka qisdi. Qaydam, balki Chinoq uning bo'yinbog'ini g'ajib yordam berib yuborgandir. O'zi o'la qolsa ham uzolmasdi. Kasofat, dedi Bil g'azabini ichiga yutib. O'zinikini uzolmagan Spenkernikini uzganiga o'laymi? Bular ish bo'pti. Spenker azobdan qutuldi. Bo'rilar uni paqqos tushirib hazm qilib yuborishgan bo'lsa kerak. Nobud bo'lgan 3-chi itga Genri shunday ta'ziya bildirdi. Qani, uzat kurushkangni. Ammo Bil bosh chayqadi. Itsangchi, deya zorladi Genri qumg'onni ko'tarib. Bil kurushkasini tortib oldi. Baribir ichmayman. Itlardan birortasi qochsa qahva ichmayman dedimmi, tamom ichmayman. So'zim so'z. Lekin qahvamsan qahva bo'pti-da, dedi Genri uning havasini keltirib. Ammo Bil o'jarlik bilan qahva ichmadi. Chinoqni so'ka-so'ka nari-veri nonushta qildi. Bugun kechasi ularning hammasini alohida bog'lab qo'yaman, dedi Bil yo'lga tushganlarida. 100 qadamcha yurgach, oldinda borayotgan Genri chang'isi urilib to'xtadi-da, engashib yerdan bir nima oldi. Qorong'ida nima ekanini bilolmay paypaslab ko'rdi-da, keyin orqaga uloqtirdi. U chanaga urilib Bilning oyog'i tagiga tushdi. Ehtimol bir kun xayringga yarar yana, dedi Genri. Bil hayratdan qotib qoldi. Spenkerdan bor yo'g'i mana shu bo'yniga bog'langan bir qarich tayoqcha qolgan edi. Obbo kasofatlari, dedi Bil. Hatto tayoqqa bog'langan qayishni ham qo'yishmabdi. Ochdan o'ladigan ahvolga yetib qolishganga o'xshaydi. Genri, nimasini aytasan? Bu ketishda hali bizning ham boshimizga yetishadi. Genri uning jig'iga tegish uchun tirchaydi. To'g'ri, bo'rilar quvmagan-u, lekin bundan battariga duch kelib, har qalay tirik yuribman. Bil, kaminai kamtaringa bunaqa ochofat tasqaralardan 10 tasi ham bas kelolmaydi. Ko'ramiz hali, ko'ramiz, dedi g'ijinib Bil. Bo'pti, Margeriga borib olaylik, ana o'shanda ko'ramiz. Bunga sira ko'zim yetmayapti, dedi qaysarlik bilan Bil. Nafasingni siqil, sen bir nimadan xafasan xolos Bil, dedi qat'iyan Genri.
xinin ichishing kerak. Sabr qil, Margeriga yetib olaylik, bir xiningga to'ydiraman o'za. Bil sherigining pichinga javoban norozi ohangda to'ng'illadi-da xayolga cho'mdi. Soat 9da kun yorishdi. Choshgohga yaqin janub ufqi qizardi. 3 soatcha davom etadigan diqqi nafas kun boshlandi. Ana mana quyosh chiqadigan mahal Bil dafatan chanadagi miltig'ini olib, "Genri, sen ketaver. Men nima gapligini bilib kelaman", dedi. "Chanadan uzoq ketma", deya qichqirdi ortidan Gendri. "Bor yo'g'i 3ta o'qing bor. Yana bir baloni boshlab yurma". "Ana xolos, endi nega g'ingshib qolding?" deb so'radi g'olibona ohangda Bil. Genri indamadi. Ortiga hozirgina sherigi ko'zdan yo'qolgan qorong'ulik qo'yniga xavotir ichida qaray-qaray yo'lda davom etdi. Oradan 1 soat o'tgach Bil chanani quvib yetdi. "Juda ko'payib ketishibdi", dedi u. "Hamma yoqda izg'ib yurishibdi, lekin bizni ham ko'zdan qochirmay qadam-qadam ergashib kelishyapti. Chamasi qochib ketolmasligimizni ishonch hosil qilishgan. Ya'ni ular bizni qochib qutulolmaydi deb o'ylasharkan-da", dedi Genri. Bil uning nima demoqchi ekaniga ahamiyat bermadi. "Bir xillarini ko'rdim, oq suyak. 3ta itimizni aytmasa, anchadan beri ularga hech narsa uchramagan shekilli. Juda ko'pchilik. 3ta it urvoq ham bo'lmagan. Shunchalik oriqlab ketishganki, qovurg'alarini sanab turibdi. Qisqasi, sillasi qurigan hammasini. Meni aytdi deysan. Bu ahvolda qo'rquvni ham unutishadi. Ana unda hushyor bo'lish kerak." Bir necha daqiqadan so'ng chananing ortida kelayotgan Genri sherigini ogohlantirish uchun sekingina hushtak chaldi. Bil o'girilib qaradi-da itlarni to'xtatdi. Hozirgina ular o'tib kelgan muyulish tomonda jullari hurpayib, oriq yirtqich yugurib kelardi. U qordagi izni iskab-iskab yengilgina yo'rtib kelardi. Odamlarning to'xtashganini sezib, u ham to'xtadi va tumshug'ini ko'tarib havoni iskadi. "O'sha ona bo'ri", dedi Bil. Itlar qorda yotishardi. Bil chana oldida turgan sherigi yoniga keldi. Ikkovi bir necha kundan buyon o'zlarini ta'qib etayotgan hamda bir nechta itlarning boshiga yetgan g'alati yirtqichni kuzata boshlashdi. Shoshilmaygina atrofni ko'zdan kechirib chiqqan yirtqich bir necha qadam oldinga yurdi. U to chanalarga 50-60 qadam qolguncha dam-badam shoshilmay nag'ma ko'rsatib yaqinlashaverdi. So'ng qora qarag'ay ostida to'xtab, tumshug'ini ko'tardi-da o'zidan ko'z uzmay turgan odamlarga diqqat bilan tikildi. Uning g'amgin nigohi nimasi bilandir itning qarashlarini eslatar, ammo bu ko'zlarda itlarga xos sadoqat hiylasi ko'rinmasdi. Bu ko'zlarda ayovsiz ochlik tufayli paydo bo'lgan g'am-g'ussa aks etardi. U bo'ridan xiyla yirik edi. Oriqligiga qaramay, bo'ri zotining behad yirik zurriyoti ekani ko'rinib turibdi. "O'zi ham fillik keladi-ya", dedi Genri. "Kattaligini qara, rangi ham bo'rinikiga o'xshamayapti", dedi Bil. "Qizg'ish bo'rini umrim bino bo'lib uchratmagan edim. Bunisi qandaydir qizg'ish jigarrangli". Bil yanglishayotgan edi. Yirtqichning rangi chinakam bo'riga xos edi. Kulrangga moyil junlari tovlanib odamni chalg'itar, uni dam kulrang, dam qizg'ish tusga ko'rsatardi. Sal kattaligini aytmasa, naq chanaga qo'shiladigan zoti it, dedi Bil. Dumini likillatishiga o'laymi? "Ey, tozi", deb chaqirdi u. "Qani, kel bu yoqqa. Ha, noming o'tsin. Tariqcha qo'rqmaydi-ya", deb kuldi Genri. Bil tovushini bir parda ko'tarib yana chaqirdi. Mushtini do'laytirib po'pisa qildi. Lekin yirtqich qilcha ham cho'chimay, faqat yana ham sergak tortib turaverdi.
U odamlarga hamon o'sha qaqshatqich ochlik tufayli g'am bosgan ko'zlari bilan tikilib turardi. Go'yo uning qarshisida tayyor go'sht, yegulik turibdi. U esa ochlikdan qiynalyapti. Jur'at yetgandami, hoziroq odamlarga tashlanib, ularni tilka pora qilgan bo'lardi. "Menga qara, Genri", dedi Bill beixtiyor shivirlab. "Atigi 3 dona o'qimiz bor, lekin buni bitta o'q bilan ham tinchisa bo'ladi. Orasi yaqin, bemalol bexato urish mumkin. Birni emas, 3ta itning boshini yedi. Bunga chek qo'yish kerakmidi? Nima deding?" Genri tasdiqlab bosh irg'adi. Bill kishi bilmas chanadan miltiqni oldi. Ammo endi ko'taraman degandi, ulgurolmadi. Bo'ri bir sakradi-yu, qora qarag'aylar ortiga o'tib ketdi. Ikki o'rtoq bir-biriga qarashdi. Genri ana xolos degandek hushtak chalib yubordi. "Eh, kallavaram", dedi Bill boshiga mushlab va miltiqni yana joyiga qo'ydi. "Itlarni qachon ovqatlantirishingizgacha biladigan bo'ri miltiq nimaligini bilmasinmi? Xudo haqqi, Genri, hammasiga shu aydor. Agar shu kasofat bo'lmaganda itlarimiz tirik bo'lardi. Yo'q, Genri, buni shunday qoldirib bo'lmaydi. Men uning kunini ko'rsataman. Sayxonlikda otishning iloji yo'q. Darrov sezadi, lekin uni baribir o'ldiraman. Pistirmadan otib o'ldiraman. Bu la'natini mana ko'rasan. Faqat uzoqlab ketma", deya ogohlantirdi Genri. "Gala palasi bilan yopirilsa bormi? 3ta o'qingning boridan yo'g'i so'qir ko'zga surmadek gap. Bu vahshiylarning ichagi surnay chalyapti hozir. Ehtiyot bo'l, Bill. Bir baloni boshlab yurma." O'sha kuni kechqurun ertaroq dam olgani to'xtashdi. 3ta it oldida itning o'rnini bosolmay, chanani tez va uzoq tortolmay qiynalardi. Ular butunlay holdan to'ygan edilar. Bill bir-birlarining qayishlarini kemirmaslik uchun ularni alohida bog'lab qo'ygach, yo'lovchilar uxlagani yotishdi. Ammo bo'rilar kechasi bilan uyqu bermasdi. Bo'rilar gulxanga shunchalar yaqin kelishardiki, itlar sarosimaga tushib, o'zlarini u yoqdan bu yoqqa otishardi. Bu vahshiylarni qaytarish uchun dam-badam gulxanga o'tin qalashga to'g'ri keladi. Dengizchilarning aytishlaricha, akulalar kema ortida suzib yurishni yaxshi ko'risharkan, dedi Bill bir safar gulxanga o'tin tashlab ustiga choyshab tortarkan. "Men senga aytsam, bo'rilar quruqlikda yashovchi akulalardir. Ular nima qilish lozimligini sen bilan mendan yaxshi bilishadi. Sayr qilish uchun bizga ergashib kelayotgani yo'q. Ulardan qochib qutulib bo'pmiz, Genri. Meni aytdi dersan. Qutulolmaymiz. Niyating shunaqa sovuq bo'lsa, tamom bo'ldim deb hisoblayver." Uning gapini cho'rt kesdi Genri. "Har kimning niyati o'ziga yo'ldosh. Ikki gapning birida shunday deyapsanmi? Fotihangni o'qiyver. Ular bizdan zo'rlarini ham tinchishgan", deb javob qildi Bill. "Bildi-ye, hiqillayverma hadeb jonimga tegib ketding." Genri zarda bilan narigi yonboshiga o'girilib oldi-yu, lekin zum o'tmay Billning nafasi ichiga tushib ketganiga ajablandi. Chunki bir og'iz achchiq gapga ham lov etib yonadigan Billga o'xshamaydi. Genri ko'zi ilingunga qadar shu haqda o'ylab yotdi. Oxiri yuragiga qil ham sig'mayapti. Ertaga bir ko'nglini ko'tarib qo'ymasam bo'lmaydi, degan xayolda uyquga ketdi. 3-bob. Ochlik zo'ri. Kun xayrli boshlandi. Uyqudan turishgach, itlarning hammasi o'z o'rnida ekanini ko'rgan Genri bilan Bill yengil tortib, huvillagan tim qorong'ulikda yo'lga tushdilar. Bill noxush xayollarni unutgandek borar. U hatto bir safar muyulishda itlar chanani ag'darib yuborganda ham zahrini sochmay, ularning jig'iga tegib o'ynashishga o'tdi. Hamma narsa ayqash-uyqash bo'lib ketdi. Ag'darilgan chana daraxt bilan
bahaybat tosh orasida qisilib qoldi. Oqibat itlarni chanadan bo'shatishga to'g'ri keldi. Yo'lovchilar chanani ko'targani engashganlarida Genri Chinoqning qochayotganini payqab qoldi. "Qayt orqaga Chinoq!" deya qichqirib yubordi. U jon holatda. Lekin Chinoq to'xtash tugul qayishlarni sudiragancha g'izillab qochishga tushdi. Uni hozirgina ular o'tib kelgan yo'l ustida urg'ochi bo'ri kutar edi. Urg'ochi bo'riga yaqinlashgan mahal Chinoq hushyor tortib sekinladi. So'ng to'xtadi. Urg'ochi bo'riga ishonqiramay, lekin allaqanday suqlanib tikildi. Urg'ochi bo'ri esa bamisli dalda bergan bo'lib, ayyorona tishini ko'rsatdi-da, bir ikki irg'ishlab qo'ydi. Chinoq shunda ham xuddi bir narsaga shaylangandek qo'rqa-pisa unga qarab yurdi. Chinoq tumshug'ini tekkizib iskamoqchi bo'lganda, urg'ochi bo'ri o'ynashayotgandek mug'ombirlik bilan orqaga sapchidi. U oldinga yursa, urg'ochi bo'ri chekinardi. Shu tariqa Chinoqni chalg'itib, sekin-asta ishongan tog'i odamlardan nariroqqa ergashtirib keta boshladi. Alohida bir nimadan xavotirlandimi, Chinoq ilkis to'xtadi. U ortiga o'girilib, ag'darilib yotgan chanaga, sheriklariga, o'zini tinmay chaqirayotgan egalariga qaradi. Itning ikkilanayotganini sezgan urg'ochi bo'ri yoniga kelib avval tumshug'i bilan beozorgina turtdi, suykaldi. So'ng irg'ishlab yana ortiga chekina boshladi. Xuddi shu lahzada miltiq Billning esiga tushdi. Biroq zormanda miltiq ag'darilib yotgan chananing ostida qolgan edi. To Genri bilan yuklarni bitta-bitta olib miltiqni topguncha Chinoq urg'ochi bo'rining pinchiga suqilgundek yaqin borib qoldi. Pirovardida bunday masofadan otishga Billning yuragi dov bermadi. Chinoq xatosini kech tushunib yetdi. U birdan ortiga o'girilib, hang-mang bo'lib turgan Genri bilan Bill tomon qochishga tushdi. Bir lahza o'tar o'tmas 12 chog'li oriq och bo'ri Chinoqning yo'lini to'sib chiqqani yugurishdi. Dafatan urg'ochi bo'ri sakrab, o'ynoqlashdan to'xtab, irillagancha Chinoqqa tashlandi. Chinoq bir siltab uni itqitib yubordi va orqaga yo'l yo'qligiga ishonch hosil qilgan bo'lsa ham, quvib kelayotgan bo'rilar to'dasini aylanib o'tish umidida chana tomonga yugurdi. Bo'rilar daqiqa sayin ko'payar, urg'ochi bo'ri Chinoqni 2-3 qadam orqada quvib kelardi. "Sen qayoqqa?" deya o'shqirdi Genri shappa o'rtog'ining yelkasidan ushlab. Bill uning qo'lini siltab tashladi. "Qo'yvor!" dedi u. "Bekorga xomtama bo'lishmasin. Endi bitta ham itni bermayman." U miltig'ini ko'tarib daryo o'zanini qoplagan zich butazor sari yugurdi. Bill eng qisqa masofani mo'ljallab itning oldidan to'sib chiqmoqchi edi. Kuppa kunduzi miltig'i bor odam bo'rilarni haydab, itni bemalol qutqarib qola olardi. "To'xta Bill!" deb ortidan qichqirib qoldi Genri. "Bekor qilyapsan." Genri nima qilarini bilmay chanaga o'tirdi va bu yog'iga nima bo'ladi degandek kuta boshladi. Uning boshqa iloji ham yo'q edi. Bill ko'zdan g'oyib bo'lgan, Chinoq esa dam butalar, dam yakkam-dukkam o'sgan qarag'oylar oralab ko'rinib qolardi. Genri itning kuni bitganini fahmladi. Itning o'zi falokatni sezar, ammo oldidan to'sib chiqishga urinayotgan bo'rilar to'dasidan katta doira yasab qochish uchun jon jahdi bilan yugurardi. Afsuski, Chinoqning bo'rilardan qutulib chana yoniga yetib kelishi dargumon edi. Bo'rilar ana-mana itga yetib olishi aniq. O'sha tomonda daraxtlar bilan butazor ortidagi qor bosgan sayhonlikda bo'rilar galasi Chinoq bilan Billga to'qnash kelishlarini Genrining ko'ngli sezardi. Hammasi u kutgandan ham tezroq ro'y berdi. Dastlab o'q ovozi yangradi. So'ngra ketma-ket yana 2 marta o'q uzildi. Genri shu bilan Billning o'qi tugaganini fahmladi. Zum o'tmay itning angillagani va o'kirgan odam ovozi eshitildi.
Genri og'riq va qo'rquvdan ingrayotgan chinoqning angillashi hamda yaralangan bo'rining u tortganini eshitdi. Shu bilan irillash ham, angillashlar ham tugadi. Kimsasiz borliq uzra yana sukunat cho'ndi. Genri chanada juda uzoq o'tirdi. Uning o'sha yoqqa borishdan hech qanday ma'ni yo'q. Bamisli Bil bilan bo'rilar uning ko'z o'ngida to'qnashgandek, hammasi oydek ravshan edi. U faqat bir marta sapchib o'rnidan turdi-da, qo'liga boltasini oldi. O'sha zahoti shashtidan qaytib holsiz joyiga o'tirdi va javdirab yana o'sha tomonga tikilib qoldi. Oyog'i ostida yotgan itlar esa qo'rquvdan o'zlariga kelolmay, tinmay qaltirashardi. Nihoyat u xuddi urib chalajon qilib tashlangan odamdek arang o'rnidan turib, yo'l taraddudini ko'rishga tushdi. U abzallardan birini yelkasi aralash bog'lab, itlarga qo'shib chanani sudrab ketdi. Biroq ko'p yurolmadi. Qosh qoraymasdan dam olgani to'xtadi. Odatdagidan ko'proq shox-shabba yig'ib keldi. So'ngra itlarni ovqatlantirdi. O'zi ham ul-bul yegan bo'ldi-da, shundoqqina Gulxanning yoniga o'rin soldi. Lekin charchog'ini chiqarish nasib etmadi. Ko'zini yumish bilanoq bo'rilar Gulxan yoniga kelib olishdi. Genri ko'zlarini yirtib ochdi-da, ularni ko'zdan kechirdi. Bo'rilar Gulxanni o'rab olishgan edi. Ba'zilari yerda yotar, ba'zilari cho'nqayib o'tirar, uchinchilari esa sudralib Gulxan yoniga kelar yoki uning tevaragida izg'ishardi. Ayrimlari hatto mudrashardi. Ular itlar singari yotishar, doim qotib uxlashar. Genri esa uyqusi qochib ko'z yumolmasdi. U Gulxanni gurullatib yubordi. Bo'rilarni yaqin yo'latmaslikning yagona yo'li shu edi. Ikkala it egasining oyoqlari ostida, biri o'ng, ikkinchisi chap tarafda javdirab undan ko'z uzmay yotishar. Bironta bo'ri yaqinlashgudek bo'lsa, baravar shovqin ko'tarar, angillar va biri olib, biri qo'yib xuriy boshlardi. Itlar xuriganda bo'rilar sapchib o'rnidan turib ketar, betoqatlanib irillagancha hamla qilishga chog'lanishar. So'ng yana qorga yotib birin-sirin uyquga ketishar. Bo'rilar halqasi tobora siqib kelardi. Ular sekin-sekin sezdirmaygina Genriga birdan hamla qilish uchun imkon berar darajada yaqin kelishga urinishadi. Shunda Genri qo'liga ilingan palyonni ularga qarab uloqtirdi. Agar palyon bironta bo'riga tegsa bormi, hammalari g'azabdan o'kirib, sarosima ichida o'sha zahoti orqaga chekinishardi. Tongga yaqin uyqusizlikdan Genrining ko'zlari kirtayib qoldi. Tong qorong'usida u nonushta hozirlab tamaddi qilib oldi. Soat 9larda kun yoyilib, bo'rilar nari-beri bo'lishgach, kechasi mo'ljallab qo'ygan ishiga kirishdi. U bir nechta yosh qarag'aylardan kesib, ularni daraxt yuqorisiga bog'lab, shoxsupa tayyorladi. So'ng shoxsupadan oshirib arqon tashladi-da, itlar ko'magida tobutni ko'tarib uni o'sha yerga joyladi. Bilning boshiga yetishdi. Ehtimol men ham ularga yem bo'larman, lekin sizga tegisholmaydi, yaxshi yigit, dedi u o'zicha murdaga qarata. Shundan so'nggina Genri yo'lga tushdi. To Mark-Geri fortiga yetib olmaguncha falokatdan qutulolmasligini sezgan itlar ham yukdan bo'shagan chanani g'izillatib sudrab ketishdi. Bora-bora bo'rilar hech narsadan tap tortmay qo'yishdi. Ular tillarini osiltirib, halloslab, chana bilan yonma-yon lo'killab kelishardi. Bo'rilar shunchalik oriq ediki, qovurg'alari sanalib turardi. Genri ularning yiqilib qolmasdan yugurib kelayotganlarini ko'rib hang-mang bo'lardi. U yo'lda qorong'iga qolib ketishdan qo'rqardi. Tush chog'i osmonning janubiy qismini yoritgan quyosh nurlari ufq uzra ham zaifgina qizg'ish nur sochdi. Genri buni o'zgacha yaxshilikka yo'ydi. Holbuki kunlar uzayotgan edi. Bu o'lkalarga yana harorat baxsh kunlar kelayotgan edi. Lekin quyosh botishi bilanoq Genri dam olgani to'xtadi. Qosh qoraya boshlagan, hali borliq uzra tun pardasini yoymagan edi. Genri g'ira-shira oqshom yorug'ida iloji boricha ko'proq o'tin cho'p
terib olish payiga tushdi. Qorong'i quyunlashgan sari Genrining yuragi vahm bosardi. Bo'rilarning hech narsadan to'ymayotgani holva, u qattiq toliqqandi. Kechasi bilan uxlamagani hammasidan yomon. U boltani oyoqlari orasiga qo'yib gulxan yonida choyshapga o'ralgancha o'tirarkan, uyqu bosib kelardi. Ikkala it pinjiga kirib oldi. Yarim tunda u cho'chib uyg'ondi-yu, qarasa 3-4 qadam narida bahaybat bo'ri turibdi. Yirtqich hafsalasizgina cho'zildi va og'zini karrakdek ochib esnadi. So'ng o'ziga tegishli naqd o'ljaga tikilgandek Genriga qaradi. Bunday ishonch boshqa bo'rilarning xatti-harakatidan ham sezilib turardi. 20 dan ziyod bo'rining bir qismi unga suq bilan tikilar, qolganlari esa qorda tinchgina uxlashardi. Bu bo'rilar to'kin sochin dasturxon atrofida yeb ichishga ruxsat kutayotgan bolalarni eslatardi. Bo'rilar bazmi qachon boshlanarkin deya ko'nglidan kechirdi u. Gulxanda dam-badam shox shabba tashlayotgan Genri dafatan o'zining a'zoyi badaniga o'zgacha tarzda qarayotganini sezib qoldi. U o'zining harakatlarini kuzatarkan barmoqlariga qiziqsinib qaradi. Gulxan yorig'iga tutib ketma-ket barmoqlarini bukib yoydi. Musht qilib tubdi. Ko'ziga yaqin keltirib tirnoqlarini ko'zdan kechirdi. Barmoqlarining uchlarini goh qattiq, goh ayabgina chimchib, nechog'lik ta'sirchanligini o'zicha tekshirib ko'rdi. Ko'ngli joyiga tushdi va birdan sog'lom, baquvvat jismini yaxshi ko'rib ketdi. Keyin gulxanga yaqin kelib qolgan bo'rilarga xavotirlanib qaradi-yu, dafatan o'zining joni beshikast, soppa-sog' jismi ayni chog'da bor yo'g'i ochlik, yirtqichlar suqini keltirayotgan go'sht ekanini o'ylab dahshatga tushdi. Nazarida yana hozir o'ziga yumshoqqina go'shtga manavi yirtqich bo'rilar tashlanib tilka pora qilayotgandek va xuddi qorni ochganda o'zining bug'u va quyon go'shtini mazza qilib yegani kabi nafslarini qondirishi mumkinligi haqida o'ylab qoldi. U bosinqirab ko'zini ochganda qizg'ish urg'ochi bo'ri gulxandan 2 qadam narida odam bolasinikiga o'xshagan g'amgin ko'zlari undan uzmay o'tirardi. Oyoqlari tagida yotgan itlarning ikkovi ham angillar va erillar, ammo urg'ochi bo'ri ularga parvo qilmasdi. U odamdan ko'z olmasdi. Bir necha daqiqa Genri ham unga tikilib qoldi. Bo'ri unchalik qo'rqinchli emasdi. Uning ko'zlari bamisli g'am alamdan, bamisli o't bo'lib yonar, lekin Genri bu g'am, kulfat bamisl ochlik tufayli paydo bo'lganini yaxshi bilardi. U bamisl yemish edi va uni ko'rgan bo'rilarning ishtahasi qo'zimoqda edi. Bo'ri og'zini katta ochib turar, so'lagi qorga tomar va u naqd o'ljani ko'rib lazzatlanmoqda edi. Genrining yuragi orqasiga tortib ketdi. U shosha-pisha palyonga qo'l uzatgan edi. Urg'ochi bo'ri o'sha zahoti o'zini orqaga oldi. Aftidan duch kelgan buyumni otaverib uni o'rgatib qo'yishgan edi. Urg'ochi bo'ri tishlarini irjaytirib tahdidli irilladi. Uning g'am kulfat aks etayotgan ko'zlari g'azabdan shunchalik vahshiyona chaqnab ketdiki, azbaroyi Genrining eti junjikdi. U qo'llariga palyonni mahkam qisib olgan barmoqlariga beixtiyor uning xohishsiz kuyib qolmasligi uchun albatta palyonning laqqa cho'g' qismidan nari surilgan sinchalog'iga razm solib turdi-da, dafatan mana shu nozik, nafis barmoqlarining urg'ochi bo'rining yaltiroq turgan qoziq tishlari orasida qanday majaqlanishi ko'z oldiga keldi. Genriga o'z joni hech qachon, ayniqsa hozir nochor ahvolda qolgan paytidek shirin tuyulmagan edi. Genri tun bo'yi och bo'rilarni palyon bilan urib haydadi. Uyqu zo'rlik qilgan lahzalardagina mudrab oldi. Itlarning angillagani va irillashlaridan uyg'onar edi. Tong otdi. Ammo bu gal bo'rilar tarqalishmadi. Genri bu vahshiylar tarqab ketishadi deya behuda kutdi. Ular gulxan atrofidan ketmay Genriga hamon yutoqgudek tikilishar. Buni ko'rib tong otishi
bilan dadillashgan Genrining yuragi yana po'killay boshladi. U otlanib gulxan yonidan endigina uzoqlashgan ham edi, daf'atan to'da ichidagi eng qaqshatqich bo'ri unga o'zini otdi. Lekin uning hamlasi besamar ketdi. Genri chap berishga ulgurdi-yu, bo'rining o'tkir tishlari belidan g'archa olishiga bir baqiya qoldi. Bo'rilar butun to'dasi bilan Genriga hamla qilishga o'tdi. Faqat yana palyonlar uning joniga oro kirdi. Bo'rilar ancha nari ketishdi. Kun yoyilganiga qaramay Genri aqalli shox-shabba terib kelgani gulxan yonidan bir qadam siljishga botina olmasdi. Chanadan 20 qadam narida qurigan bahaybat archa bor edi. U gulxanda yonayotgan laqqa cho'g'ga aylangan palyonlarni asta-asta surib, yarim kun deganda bir amallab o'sha qurigan qarag'ay yoniga yetib oldi. O'sha yerda daraxtni qaysi tarafga ag'darish qulayligini chamalab atrofni ko'zdan kechirdi. Bu kecha aynan avvalgi kechaning takrori bo'ldi. Farqi Genri bu safar uyqusini yengolmas, ko'zlari yumilib ketardi. Endi itlarning irillashlari uni uyg'otolmadi. Buning ustiga bular tinmay irillar, biroq shundan ham ko'zlarini ochishga holi qolmagan Genriga bu shovqin zarracha ta'sir qilmas edi. Nogahon birov qattiq turtgandek uyg'onib ketdi. Ne ko'z bilan ko'rsin, shundoqqina yonida tishlarini taqillatib urg'ochi bo'ri turardi. Genri bexosdan palyonni uning og'ziga suqdi. Urg'ochi bo'ri og'riqdan chidayolmay uvillab yubordi-da, o'zini orqaga otdi. Genri esa jizg'anagi chiqqan teri bilan kuygan go'sht isidan huzurlanib bir necha qadam narida boshini silkitib alam bilan irilayotgan yirtqichni tomosha qilardi. Bu safar uyquga ketmasdan oldin Genri bilagiga tutayotgan qarag'ay shoxini bog'lab qo'ydi. Ko'zi ilinay deganda qo'li kuyib uyg'onardi. Ahvol bir necha soat shunday davom etdi. Uyg'onib ketganda bo'rilarni palyon bilan tuzitar, so'ng gulxanga o'tin tashlar va qo'liga yana bir palyon bog'lab olardi. Hammasi joyida edi. Ammo mana shunday uyg'onib ketishlarining birida Genri yaxshi bog'lanmagan ekan, ko'zi ilinishi bilan palyon qo'lidan tushib ketdi. U tush ko'rdi. Mark Gerri bortida emish. Kayfi chog', xotirjam. U ta'minot boshlig'i bilan kribbej o'ynayapti. Tushida bo'rilar fortni qurshab olishgan emish. Bo'rilar darvozaxonada uv solib, u esa ularning uvillashiga quloq solmay va qal'aga bostirib kirmoq uchun besamar urinishlari ustidan kulgandek pinagini buzmas, ahyon o'yinni to'xtatib quloq solib qo'yardi. Keyin tushi haddan tashqari g'alati edi. Bir nima qarsilladi. Eshik lang ochilib, xonaga bo'rilar bostirib kirdi. Ular Genri bilan ta'minot boshlig'iga tashlanishdi. Eshik ochilishi bilan uvillagan ovoz chidab bo'lmaydigan darajada kuchaygan edi. Uning tushi birdaniga boshqa yo'nalishda davom etdi. Genri nima bo'layotganini anglolmas, chunki bir daqiqa tinmayotgan uvillash nima gapligini aniqlashga xalal berardi. Aloha u xuddi tushdagi kabi uvillashlar irillashlardan uyg'onib ketdi. Bir gala bo'ri baravariga unga tashlanishdi. Bo'rilardan biri bilagidan tishlashga ulgurdi. Genri gulxan o'rtasiga sakradi. So'ngra barobarida boldiriga o'tkir tishlar g'archa botganini sezdi. Ayovsiz olishuv boshlandi. Qalin qo'lqoplar Genrining barmoqlarini kuyishdan saqladi. U qip-qizil cho'g'larni hovuchida olib sochayotganidan gulxan atrofga olov purkayotganga o'xshardi. Ammo bu ahvolda uzoqqa borib bo'lmasdi. Genrining yuzi qavarib, qosh kipriklari jizg'anak bo'lib ketdi. Oyoqlari kuya boshladi. Oxiri u har qo'lida bittadan palyon ko'tarib gulxan chetiga sakradi. Bo'rilar chekinishdi. Kir atrofda cho'g' borib tushgan yer borki, qor vishillar bo'rilarning jon achchig'ida irillagani, pishqirgani va o'kirishlariga qaraganda ular o'sha cho'g'larni bosib olganini fahmlash mumkin edi.
Palyonlarni uloqtirib bo'lgach, Genri tutay boshlagan qo'lqoplarini yechib tashladi-da, toptab o'chirishga tutindi. Ikkala itning qorasi ko'rinmas, ularning boshiga Fettidan boshlab shu kunlarga dovur davom etib kelgan, ehtimol yaqin kunlar ichida o'zi ham giriftor bo'lishi mumkin bo'lgan qismat tushganini Genri fahmladi. Lekin hali ertaroq, osonlikcha jon beradigan anoyi yo'q, deya qichqirdi u och bo'rilarga po'pisa qilib. Uning ovozini eshitib, jonlangan bo'rilar jo'r ovozda irillab yuborishdi. Urg'ochi bo'ri esa ro'parasiga kelib yana o'sha g'am kulfat to'la ko'zlari bilan unga tikildi. Genri mudofaa uchun yangi reja tuza boshladi. Davrani keng olib gulxan yoqdi-da, o'zi shu doira o'rtasida to'shagini iriy boshlagan qorga to'shab o'tirdi. U alanga orasida ko'zdan g'oyib bo'lishi bilanoq bo'rilar go'yo qayerga ketganiga qiziqsingandek o'rab olishdi. Shu paytgacha ular olovga yaqin yo'lamagan bo'lsalar, endi gir aylana gulxan tegrasida o'tirgancha ochofat ko'zlarini qisib tikilishar, o'zlari o'rganmagan issiqdan esnar va kerishar edi. Urg'ochi bo'ri cho'nqayib o'tirdi-da, boshini ko'tarib uv soldi. Bo'rilar birin-sirin unga ergashishdi va nihoyat butun to'da tumshug'ini yulduzli osmon sari ko'tarib ochlik didiyosini boshlab yubordi. Tong yorisha boshladi. Kun chiqdi. Gulxan yonib tugayozdi. O'tinlarning ham tagi ko'rinib qoldi. Yana shox-shabba g'amlab olmasa bo'lmasdi. Genri alanga orasidan chiqishga urinib ko'rdi, ammo bo'rilar yo'lini to'sib chiqishdi. Lang'illab turgan palyonlar ularni chekka-chekkaga qochishga majbur etdi. Biroq ular endi orqaga chekinishni istamasdilar. Odamzod ularni haydab yuborishga behuda tirishardi. Nihoyat bu urinishlardan sariq chaqalik naf bo'lmasligini ko'zi yetgach, gulxan o'rtasidagi bexavotir joyga chekindi. Shu choq bo'rilardan biri o'zini unga otdi, ammo to'rttala panjasi bilan olovga tushdi. Yirtqich jon holatda uvillab yubordi-da, o'sha zahoti kuygan panjalarini qorga bosish uchun gulxan ichidan qochib chiqdi. Odamzod choyshabda muk tushib o'tirardi. Qunishib boshini xam qilib o'tirishidan olishishga holi qolmaganini fahmlasa bo'lardi. U ahyon boshini ko'tarib, o'chay deb qolgan gulxanga javdirab qarardi. U yer bu yerdagi o'tinlar yonib tugagani uchun gulxan davrasiga putur yetgan. Endi yo'l ochiq, bemalol gulxan halqasiga kirish mumkin edi. Ayni chog'da alohida gulxanchalar hosil bo'lgan. Bu gulxanchalar orasidagi yo'l tobora kengayib, gulxanchalar esa kichrayib borardi. Ana endi meni yengishingiz mumkin, deb qo'ldiradi Genri. Lekin menga baribir uxlagim kelyapti. U ko'zini ochganda qarshisida ikki gulxan orasida o'ziga tikilib turgan bo'rini ko'rdi. Oradan bir necha daqiqa o'tgach, uning nazarida bir necha soat o'tgandek. U boshini yana ko'tardi. Atrofida qandaydir o'zgarish yuz berganga o'xshardi. Bu shunchalik aql bovar qilmas ediki, u birdan hushyor tortdi. Darhaqiqat nimadir yuz bergan edi. Dastlab u buning nimaligini anglolmadi. Birozdan so'ng fahmladi. Bo'rilar g'oyib bo'lishgan ekan. Qordagi izlarga qarab, bo'rilarning qanchalar yaqin kelganini bilsa bo'lardi. Uyqu zo'r kelib, Genri yana pinakka ketdi. Lekin nogahon cho'chib uyg'ondi. Allaqaydan odamlar ovozi, chanalarning g'irchillagani, itlarning bezovtalanib g'ingshigani eshitildi. Daryo tomondan 4 chog'li chana kelib qarorgoh oldida to'xtadi. Bir necha kishi o'chayotgan gulxan orasida tirishib yotgan Genrini o'rab olishdi. Uni hushiga keltirish uchun yelkasidan olib siltashdi. Genri mast kishidek ularga ma'nosiz qarar, uyqusirab g'o'ldirardi. Qizg'ish urg'ochi bo'ri itlarning yoniga kelardi. Dastlab itlarning ovqatini paqqos tushirdi, keyin o'zlarini, oxiri Billni ham. "Lord Alfred qani?" deya qichqirdi kelganlardan biri Genrini siltab.
Genri bazo'r bosh chayqadi. Unga tegmadi. Alfred mana bu tomonda, oxirgi to'xtagan yerimizda, daraxtda. O'ldimi? Tobutda, dedi Genri. U tepasida turgan shilqim kishidan xalos bo'lish uchun zarda bilan yelkasini siltadi. Meni o'z holimga qo'ying, mazam yo'q. Keyin tuningiz xayrli bo'lsin. Genrining kipriklari pirpiradi va ko'zi yumilib, boshi shilqillab tushdi. Uni choyshabga yotqizganlarida ayoz sukunati qo'ynida baralla xurrak otgani eshitibdi. Zum o'tmay bu xurrakka boshqa tovushlar hozirgina sillasi qurigan odamdan voz kechib o'zga o'lka ortidan quvib borayotgan och bo'rilarning uzoqdagi uvillashi qo'shilib ketdi.